2026-yil juda ham omadli boshlandi. Yangi yil kirgandan buyon 3 ta tug'ruq bemorlarimizda va ularning rasmlarini ham qo'yib ketamiz va 4 ta homiladorlik. Va bugun ham yana 2 ta homiladorlik, jami 6 ta homiladorlik. Ushbu patsientlarimiz demak birlamchi bepushtlik bilan andrologimiz Shahlo Shavqatovichga murojaat etishgan. Xo'jayinlarda UAT sindrom tashxisi qo'yilgan va ushbu patsientlarimiz demak inseminatsiya amaliyotiga tayyorlash uchun Morfologiyasi 1% edi. Gormonal stimulyatsiyaga oldik. Bemorning spermatozoidlarning sifatini yaxshilashga harakat qildik va Allohdan bo'lib, biz sababchi bo'lib, tabiiy homilador bo'lib qoldilar. Hozir tabriklaymiz, kuzatib turinglar. Madiyor va Shahina. tabriklaymiz. Bemorimizda turmush o'rtoqlarida morfologiyasi 1% bo'lgan va bemor turmush o'rtoqlarini men tayyorlaganman. Gormonal stimulyatsiya orqali inseminatsiya jarayoniga tayyorlab turganimizda Nozima Zayniddinovna ayollardagi gormonal o'zgarishlarni va ovulyatsiya bo'lsa ham sifatli ovulyatsiyani yo'lga qo'yganlardan keyin hozirda mana tabiiy homiladorlikka erishdik. Tabriklaymiz. Inseminatsiyani ham keragi bo'lmay qoldi. 2026-yil omadli boshlandi. Bu 6-homiladorligimiz. Bugun yana bitta homiladorlik bor, u 7-chisi bo'ladi va o'tgan yilgi eko qilgan bemorlarimizdan 2026-yilda 2 ta chaqalog'imiz tug'ildi. Ular ham sog'lom, hamma farzand istagidagi oilalarga ota-onalik baxti nasib qilsin. Tabriklaymiz.